ishda esa bizga Dilafruzxon xolaposhamiz ko'maklashadilar va bu jonlarimiz kelgunlariga qadar ularni o'ynatadigan, kayfiyatlarni ko'taradigan chiroyli qo'shiqlardan aytib turaman. Agar mumkin bo'lsa, ki o'g'lonimiz Ulug'bekchonni ham katta qilgan, duo bergan, tarbiya bergan, ta'lim bergan duogo'y bejonlar bu jonlarni davramizga chorlagan bo'lardik. Qadamingizdan gul unsin, to'ylar muborak bo'lsin, ha, qadamingizdan gul unsin, to'ylar muborak bo'lsin, atrofingizda nabiralar sizga parvona bo'lsin, atrofingizda nabiralar sizga parvona bo'lsin, ha, gul-rayhonlarimsiz, bog'-bo'stonlarimsiz, gul-rayhonlarimsiz, bog'-bo'stonlarimsiz, qo'shig'imda kuylagan Aliyo dastonlarimsiz, qo'shig'imda kuylagan Aliyo dastonlarimsiz. Yuzga kiring onalar, to'ylari kiring onalar, dillatishli onalar, shahlo ko'zli onalar, mehmon bo'lgan onalar, duo bergan onalar, o'ynab kelsin onalar, duo bersin onalar. Farzandlar baxtli bo'lsa, nabiralar baxtli bo'lsa, yuzga kirir onalar, davru davron surib, chiroyli to'ylarni ko'rib, davralarga bosh-qosh bo'lar hojib onajonlaru bu jonlar. Ana bu chiroyli so'zlardan iborat lapar qo'shiqlarimiz chiroyli oy desa oyday, kun desa kunday, qadamlari qutlug'lar o'zlari elda ulug'lar bo'lgan aziz va mukarram onajonlarimiz uchun bo'ldi. Assalomu alaykum.